Do'stlar, Istanbuldan turib kuzatayotgan obunachilarimiz bormi? Shu mebelimizning nomi, modeli Istanbul deb nomlanadi. Mana shu mebellar do'stlar, oldingi videosidan ko'rib Samarqandlik obunachimizga ketyapti, Buxorolik obunachimizga ketyapti. Birinchi qo'l usta Bahromjon akani tayyorlagan qo'l mehnati ijodi mahsullarini ko'rib turibsizlar. Mana shu mebellarimiz, bular materiali poliuretan bo'ladi. Simali oyoqlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bunaqangi akvariumlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Modelimizning nomi Istanbul, akvariumli, simali oyoqli narsa bo'ladi do'stlar. Bir donasini narxi shu stulimiz $100 dan tayyorlangan. Mana shu turishi 20 kishilikni ko'rib turibsizlar. Stolini narxi alohida hisoblanadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston, qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlik obunachilarimizga ham mana necha yildan beri Bahromjon akam o'zi juda ham noyob modellarni tayyorlab kelyapti. Mana bu Buxorolik obunachimizning mebelini bitta ko'ringlar. Mana shu oyog'i yangilik ekan. Qiziqqanlarga bemalol video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bu ham o'sha Istanbul degan modelimiz do'stlar. Mana yonboshli bokovoylari ham bo'ladi. Bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Buni ham materiali yog'ochi, yong'oq emas, poliuretan yangilik material, xuddi plastmassaga o'xshagan narsa bo'ladi. Yolmaydi, sinmaydi, shunaqa narsa. 18 talik Buxorolik obunachimizga ketyapti. Mana ustida guli bo'lishini xohlamagan ekan. Skromli holatda bo'ldi. Lekin shu oyog'iga menga juda ham yoqdi. Yangilik ekan. Endi bu bagatilardan ko'ra ozgina oddiyroq, lekin bu ham o'zini davrida eng ko'p sotilgan modellarimizdan bo'ladi. Xurram Sulton degan model, mana 12 taligi qiziquvchilarga mana shu turishi tayyor bor ekan. 9 million ekan narxi. Buni oyoqlari mana oddiyroq bo'ladi. Shunday yiqitsanglar xontaxta bo'ladigan. Hammasida stollarimiz MDF dan tayyorlangan do'stlar. Video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Shilinmasligi uchun falgaga o'raydi, falgalari ham bepul. Ustakamizga Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, yana boshqacha kataloglarni ham tashab beradi. Video yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.